Assalomu alaykum. Intimoqda nazar haftalik ma'lumot dasturi. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftadagi muhim voqealarni e'tiboringizga havola etamiz. Studiyada Davron Nasibxonov bugungi dasturimizda Qirg'izistonda tibbiy sababsiz abort qildirganlarga nisbatan jazo qo'llash taklif qilinmoqda. Конечно, bu Qirg'izlar qizlarına, gelinlerine ушундай şartlar tuzib berse, bardыгы эле төрөмөк, чекеден элечи. Qorasuvning 3 qishloq hukumatida suv muammosidan mitingga chiqishdi. Tüyüne çeyin, Bişkek'e çeyin barğanга çeyin, akımız var. Bizim okuguz hiç kim tövele almaydı da. Jalolobodning Suzoq rayonining Ko'kart soyidan o'tuvchi ko'prik foydalanishga topshirildi. Ramazan ayında köprü açılıp bu da bir çoğun belgi, çoğun bir nişan men o'ylab turam. Qirg'iz elini, anın içinde mına Jalabat jergesini. Sog'liqni saqlash ministrligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda yiliga 20 mingdan oshiq abort amalga oshiriladi. So'nggi 5 yilda abort qildiruvchilar soni oshib ketgan. Ularning aksariyati 30 yoshgacha bo'lgan ayollar. Shu sababdan tibbiy sababsiz homilani oldirganlarga nisbatan jazo qo'llash taklif qilinmoqda. Bunga tegishli qonun loyihasini deputat Tursunboy Bakiro'g'li va Nurkamil Madaliyev parlamentga olib chiqishdi. Agar loyiha qo'llovga olinsa, sababsiz abort qildirganlar 2000 so'mga qadar jarima to'lashi mumkin. Bu loyiha bo'yicha jamiyatda bir-biriga qarshi turli fikrlarni paydo qilmoqda. Bu haqda batafsil ilk lavhamizda ko'ring. Taklif etilayotgan qonun loyihasida hech qanday sababsiz homilasidan voz kechganlarga jarima solinadi. Xalq vakillarining so'zlariga ko'ra, homiladan voz kechishga ijtimoiy sharoit og'irligi sabab qilib ko'rsatish mumkin emas. Бала түйүлдүк болуп жаралгандан баштап ал жашоого укуктуу. Аялдын бойдон алдыруусунун социалдык жана медициналык себептери бар. Бул адамдын өмүрү социалдык факторлордон көз каранды болуп калган дегенден кабар берет. Мындай социалдык маселелерден улам бойдон алдыруу акылга сыйбаган иш катары эсептелет. Бул майыптарды, ооруларды жашоо укугунан ажыратуу деген менен барабар. Deputatlar jarima solish orqali abort qildirganlar sonini ozaytirish mumkinligini aytishmoqda. Xalq vakillarining bu tashabbusi jamiyatda qizg'in muhokama yaratdi. Sababi ko'pchilik sharoiti og'irligidan homilasini oldirishga majbur bo'lishini aytishadi. Bunga o'lkadagi ishsizlik yana bir sabab bo'ladi. Hökümet tarafından, mına deputattар tarafından қолдап көмөктөшүп туруш керек да, ошо аборт жасаганга кандайдыр бир шарттарды түзүп бериш керек. Мына пособияларды көбөйтүп берсин демекмин. Анан жөлөк пулдарды көбөйтүп берсин демекмин. Мына сүйүнч пулдарды көбөйтүп берсин демекмин. Конечно, ошо кыргыздардын кыздарына, келиндерине ушундай шарттар түзүп берсе, бардыгы эле төрөмөк, чекеден элечи. Эч ким деле аборт жасатмак эмес. Мына азыр жашоо шарты чындап кыйын болуп атат. Дары-дармек мындайларга жумшамак турсун, кекиртекени табыш кыйын болуп атат. Азыр мисалы үчүн мектепте окугандардан көчөлөрдө нан сатып, суусундук сатып, смичкаларды сатып иштеген балдар көп. Мисалы үчүн эми ошолордун деле окугусу келет, жакшы кийингиси келет. Анан эми ошону кийинтейин, ичинтейин десе ата-энесинин иши жок. Бир азыр мисалы үчүн постоянно кысып койду. Мисалы үчүн бир уй болсо чыкпайт. Ошол мыйзам чыгарганга жаша шартты түзүп туруп анан кийин чыгарсын. Ким аборт кылдырат? Эки баланы багыш кыйын азыр. Homiladorlikdan voz kechishga qarshi qonun qo'llovga ega bo'lsa, onalar o'limi soni ortadi. Sababi ko'p qismi shifokorlar yordamisiz turli kimyoviy moddalardan foydalanib, homilani tushirishga harakat qiladi deyishmoqda shifokorlar. Litsenziyasi jo'q yerlarga borib жасашып, анан ал жерден анан кровотечение болуп, кан агып, кансырап дагы биздин ошо кош бойлуулар көз жоом кылышы мүмкүн да. Ошондуктан бул мыйзамды кабыл алуштун алдынан абдан ойлоnuş керек. Оң жагында, сол жагында. Agar qonun amalga tatbiq etilsa, homila oldirganlarni nazorat qilishning imkoni qolmaydi. Sababi salomatlikni saqlash ministrligi tomonidan hukumat tug'ruqxonalarida abort qildirganlar nazorat qilinib, xususiy ginekologiyalarda homilasini oldirganlar ro'yxatga olinmaydi. Qirg'izistonning hozirgi holati bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Abortni taqiqlashdan oldin ijtimoiy sharoitni yaxshilash kerak. Bu kabi fikrni bildirgan ba'zi tahlilchilar deputatlarning qonun loyihasi qoniqarsiz deya hisoblashmoqda. Бул долбоорду чыгарып, мыйзамга кабыл алып койсок, бул туура эмес болуп калса керек деген жеке оюм бар. Анткени бул адамдын эркиндиги, укуктары көмүскөдө калып кетиши мүмкүн. Себеби бул жерде адамдын бир тарабынан өмүргө коркунуч келип атат. Экинчи тарабынан адамдын укугу, эркиндиги тебеленип калып атат да. Ал аборт жасатканга дагы ар түрдүү ой менен барышы мүмкүн. Аны да эске алышыбыз керек.
Salomatlikni saqlash ministrligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda homilasini oldirganlar soni ortgan. Tahlilchilar bu masalani taqiqlash yo'li bilan izga solib bo'lmasligini ta'kidlashmoqda. Oyында болгондо атасы өтүп кетет, ошон үчүн мажбур болот. Ошон үчүн менимче бул мыйзамды азырынча эрте деп ойлойм. Мисалы, башка мамлекеттерде узакка кетпейли Россияны алайлы, аларда материнский капитал деп айтылат. 250 000 акча төлөйт. Ал бала уже кандайдыр, даже атасы болбосун, же энеси болбой калса, ал бала келечекте уже кансызданган. Анын акчасы бар. Ал көчөгө чыгып кетпейт да. Bu qonun loyihasi bundan 9 yil avval ham taklif etilib, xalq vakillari tomonidan qo'llovga ega bo'lmagan. O'shanda ham tashabbus Tursunboy Bakiro'g'lidan chiqqan edi. U vaqtda haqiqatchi xizmatini egallab turgan Bakiro'g'li 12 haftalik hamda undan katta bo'lgan homilani oldirishni jinoyatga tenglashtirgan. Parlament yig'inida abortni taqiqlash turli o'zboshimchalik bilan qilingan jarrohlik amaliyotini hamda tashlandiq bolalar sonini orttirishi ta'kidlanib, haqiqatchi tashabbusini rad etgan rezolyutsiya qabul qilingan. Hozirgi qonun loyihasi parlamentda o'tgan haftada muhokama qilindi. Hilola Azimova, Adina Do'sonbekova, Aybek Bedelbekov, Untimaq. O'tgan hafta Qorasuvning 30 qishloq hukumatining yashovchilari tinchlik mitingiga chiqishdi. Bunga 16 qishloq aholisining 20 yildan beri toza suvsiz kun kechirib kelayotgani sabab bo'lgan. Mahalliy hukumatdan umidini uzgan aholi muammo bilan o'zlari kurashar ekan, ularga hukumat tizimlaridan to'sqinliklar bo'layotganidan norozi bo'lishmoqda. Bunga qarshi 500 nafarga yaqin ishtirokchi bilan o'tgan tinchlik mitingidan muxbirimiz hikoya qiladi. Oşan için daha uşuda kırçı olsa mesajını uzatmayın. Geçsin de aytkana, geçsin. Tinchlik mitingiga chiqqan 500 ga yaqin odam agar masalani hokimni o'zi ko'rib chiqmasa ishdan ketsin degan talabni qo'yishdi. Ular 20 yildan beri ichimlik suvi yo'qligi sababli ariq suvini ichib kelganidan norozi. Tegishli organlarga ariza bilan murojaat qilganlarning iltimosi javobsiz qolganidan o'zlari homiy topib, bungacha Jo'sh qishloq hukumati aholisi iste'mol qilgan suvdan olib kelishni ko'zlashgan. Biroq Jo'sh qishloq hukumati suv bo'yicha tanqislik yuzaga kelishini aytib, 30 adirliklarni sudga bergan. Shu sababli ish to'xtatilgan. Tüyüneceğin, Bişkek'e çayın barğanға çayın, akımız var. Bizim okumuz hiç kim töyle almaydı da. Uşunda bunu koldayız. Deputat bolmayacak verip falan deyip koyup, aldap koyup ketip kalıp. Onday baladan emes de bu. Onday aldamaydı. Sen bunu özünüzün kolunuzda ösken bala. Мыйзам чегинделе чыктык биз бүгүн. Ошо таза суу боюнча. Мен батыренлердин атынан айтып кетет элем. Урматтуу Матырайым Тилек, сен аябай түшүнүктүү акимсиң, ушунча элдин атасысың. Эки айыл өкмөттү бири-бири менен чабыштырбай, жакшына кылып чечип кой, сенин колуңдан келет садага болоюн. Сен өзү ошо Кудайдын улуу күнү элдерди мындай кылып кайраштырба дагы чабыштырба. Bir necha yillardan beri hal etilmayotgan muammoni yechish o'rniga qarshilik qilayotgan hukumat vakilidan aholi norozi. Ularning so'zlariga ko'ra, olisdan suv tashiyotgan bir necha yoshlar turli halokatlar oqibatida olamdan o'tgan faktlar ham bor. Qishavat ayылында жашайт. Бизге вообще таза суу барбайт. Арыктагы сууларды таза тунутуп, филактерге куюп алып, айран кошуп, коюп, тунутуп ичебиз. Ушунун дардынан канча балдарыбыз ичөрү, дагы башка оорулардагы жугуштуу оорулар пайда болуп атат. Керек болсо Ташириптен бир машина келет, филягын 15 сомдон бизге таза сууну сатып кетет. 15 сомдон алып ичебиз. Bunu alıştıktan taşın biz misal Karadöy'de yaşayız. O şehirden o emeden alıp gideriz. Fabrikanın başına alıp gideriz. Günde maşina bilen taşıyıp balam. Agar tashabbuskorning ishiga to'sqinlik qilinmasa, bu vaqtgacha qishloq hukumatidagi 16 ta qishloq ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lar edi. Bizde bu birinchi жолу токтолгон жок жумушубуз. Уже 3-4 жолу токтолгон жумушубуз. Анан ар бир токтогон сайын специалисттердин мен Бишкектен алып келген. Алардын дагы өздөрүнүн Бишкекте жумуштары бар. Алар да жумуштарынан суранып келип атышат. Аларды кайра салып атабыз. Кайра уруксат бергенде кайра самолет менен тозуп алып атабыз. Ошондой болуп атат да. Атак бүгүнкү күнгө бүтмөк. Bu yerdagilar ikki qishloq aholisini suv muammosiga hokimni aybdor qilishmoqda. Masalani tinchlik yo'li bilan hal etib berishni talab qilgan oqsoqollar Qorasuv rayon hukumatiga borishdi. Miting ishtirokchilari 3 kun mobaynida masalani hal etib, suv chiqarilish ishi davom ettirilishiga ruxsat berilsin degan talabni qo'yishdi. Rayon hokimi assotsiatsiya tashkil etib, 3 ta qishloq aholisiga masalani tez orada hal etib beramiz deya aholini tinchlantirishga harakat qildi. Mıйзам чегинде барлығын айтып чечип беребиz. Biz Ayşanay, mıйзам деп алтай турасың. Жоқ, алтай турбайбыз. Жөн кетти.
Suvga muhtoj aholi aniq bir kunni belgilash talabini qo'yganda rayon hukumati aniq javob ayta olmadi. Мөөнөтү өз мыйзам чегинде чечилет. Биз барып жеринде барып дагы өзүм дагы барып жеринде барып көрөм. Ошол жерде дагы бир башка дагы сунуштар түшүп атат. Кайсысы приемлем болсо, ошого жараша чечилет. Азыркы күнү мына күнү чечем деп айтыш оор. Namoyishda 16 ta qishloqdan 500 ga yaqin aholi ishtirok etdi. Natijada rezolyutsiya qabul qilinib, u Qirg'iziston Respublikasi hukumatiga hamda prezidentga shu bilan birga xalqaro huquqni himoya qilish organlariga murojaat yo'llashdi. Hilola Azimova, Adina Do'smbetova, Zayir Abdukerimov, Intimaq. Jalolobodning Suzoq rayonining Ko'kartsoydan o'tuvchi ko'prik foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimiga davlat rahbari Almazbek Atambayev tashrif buyurib, ko'prik millatlar hamda hududlar aro birdamlikni mustahkamlashga sababchi bo'lishini tiladi. Do'stlik ko'prigining qurilishi Yaponiya davlati tomonidan berilgan 12 million dollar hisobiga JK agentligi tomonidan olib borildi. O'sh-Bishkek yo'lini birlashtirgan ko'prik qurilishi Suzoq aholisinigina emas, barcha yo'lovchilarni quvontirdi. Eski ko'prik 1967-yilda qurilgan, 47 yildan beri ishlatilgan ko'prikning eskiligi yetib, yog'ingarchilik vaqtida yo'lovchilarga xavf yaratar edi. Yangi ko'prik qurish ishlari 2013-yilning dekabr oyida boshlangan. Анан эми бул жерде билесиздер, Көк-Арттын суусу, суу кирип турган убактарда ар дайым жууп кеткен, бул жерде жууп кетчи. Азыркы күндө мынакей стандарт менен ошонун баарын толугу менен изилдеп чыгып, азыр көпөрөнүн көтөрүп, азыр суу өткөнгө бардык ушу боло турган нерселерге бул жерден аксакалдар менен канчалык суу агат, канчалык бийик деңгээлде ошонун менен, ошонун жанагы эсеби менен ушундай кылып салынды да азыр. Ko'prikning qurilish ishlari boshlangan vaqtida xalq orasida sifati nochor degan so'zlar aytilgan. Transport hamda kommunikatsiya ministri mazkur ma'lumotni inkor qildi. Shuningdek, Mos Group kompaniyasining rahbari ko'prikning sifati yaxshi ekanligini ta'kidladi. U qo'shimcha qilganda, ko'prik Qirg'izistonda bu vaqtgacha qo'llanilmagan uskunalarning yordamida qurilgan. Uning uzunligi 89 metrni tashkil qiladi. Abdan yaxshi bu yo'l atayin balkalar solingan, преднапряженный balka. Андай Qirg'izistonda yo'q edi, murun. Hozir жаңа технология менен салынган көпүрө суу кирип аткан кезинде бул чыдап берет. Анткени бийиктиги ошого тууралуу курулган да. Проектти Япон компания жасаган. Ko'prik qurilishi 2 yilda tugatilishi rejalashtirilgan, lekin belgilangan muddatdan 4 oy oldin u yakunlandi. Ochilish marosimiga prezident Almazbek Atambayev tashrif buyurdi. Davlat rahbari yashovchilarni ko'prik ochilishi bilan tabriklab, homiylik qilgan yapon xalqiga minnatdorchilik bildirdi. Mazkur ko'prik ikki millat orasidagi birdamlikni mustahkamlab, bundan keyin ham hamkorlik qilishga imkoniyat yaratishni prezident Almazbek Atambayev ta'kidladi. Xudoy bergan Ramazon oyida ko'prik ochilyapti. Bu da bir cho'ng belgi, cho'ng bir nishon men o'ylab turam. Qirg'iz elini, anın içinde buna Jalobod jergesine tinchlik, birimlik kelsin, yaxshilik kelsin. Günden günge, aydan ayga, yıldan yılga Kırgızstan güçlenip, elimizin yaş oturmuş olup, Kuday vurursa, Kuday ardayım, jeribistik olduk, elibistik olduk. O'sh-Bishkek yo'lini birlashtiruvchi ko'prik Yaponiyaning JK agentligi yordamida qurildi. Yaponiya davlatining yordami bilan 12 million dollarga yaqin mablag' sarflangan. Mazkur kompaniyaning vakili bundan keyin ham bir necha loyihalarni amalga oshirishni bildirdi. This project on reconstruction of the bridge is also important from the view of the technology transfer, since this is the great experience. Bir narsani basa belgilab aytqim keladi. Bu yerda Japon eli menен Qirg'iz elining xizmatdoshligi. Qirg'izistonning transport ministrligining oldinda Yaponiyaning ko'prik qurush texnologiyasi Qirg'izistonlik partnyorlarga tajriba almashudagi bu negizgi maqsad bo'lib hisoblanadi. To the Kyrgyz counterparts in the process of preparation and the construction works. Yangi ko'prikka ega bo'lgan Suzoq hududining yashovchilari uchun quvonchli kun. Ular quruvchilarga duo berib, xavfli vaziyatlardan oldini olishganligi uchun minnatdorchilik bildirishdi. Abdan yaxshi bo'ldi. Murun eski ko'prikda bu yerdan jomon ele suv niyetib bu yoqda ayollarni olib ketib qo'rqinchli bo'lib turgan. Hozir mana yaponlik shu tug'anlarim yordam bilan cho'ng yaxshi ko'prik solinib qolib berdi. Almazbek Shashenich o'zi kelib ochib berib o'tadi. Abdan yaxshi bo'ldi bu ko'prik. Bu mundaycha aytganda O'sh-Bishkek yo'lida eng kerakli ko'prik bo'ldi. Cho'ng bo'lib turadi, yaxshi bo'lib tur.
ellerge köp xizmat qilib beradi deb o'ylaymiz. Davlat rahbari JIS agentligi bilan birgalikda bir necha qurilishlar amalga oshirilishini bildirdi. Ta'kidlab bo'lsak, mazkur ko'prik Yaponiya grantining asosida qurilgan 4-ko'prik. Bu vaqtgacha Sho'basida ham shunday ko'priklar qurilib foydalanishga berilgan edi. 3-yilda O'sh shahridan Issiqko'lga qatnovchi havo qatnovi ochildi. Endi Qirg'izistonning janubidagi yashovchilar 10 soatga yaqin vaqt sarflab mashinada emas, 45 daqiqada samolyot bilan ko'lga bora olishadi. Mutaxassislar buning yordamida ichki sayyohlar sonini ko'paytirish mumkin deyishmoqda. Shuningdek, o'tgan haftada 50 yildan beri ko'lga kelganlarga xizmat ko'rsatgan Qirg'iz dengiz oromgohining O'sh shahrida vakolatxonasi ish boshladi. Uning rasmiy ochilishi bo'lib, yashovchilarga ma'lumot berildi. U yerdagi sharoitlar hamda imkoniyatlar haqida navbatdagi lavhada ko'ring. O'sh tomchi yo'nalishi bo'yicha birinchi samolyot 3-iyulda harakatlandi. Havo qatnovi O'sh, Batken hamda Jalolobod oblaslaridagi yashovchilarni Issiqko'lga eltishni yengillatish maqsadida ochildi. Endi O'shdan Issiqko'lga 45 daqiqada yetish mumkin. Davlat fuqarolik aviatsiya agentligining vakillarining so'zlariga ko'ra, bu vaqtgacha janubiy hududlardan Issiqko'lga borish uchun 7000 so'm mablag' hamda uzoq vaqt sarflangan. Endi esa mablag' hamda vaqt tejaladi. Bishkekdan aeroportdan shaharga qiyin bo'lib atqanda, andan keyin пересадка менен. Hozir mana ol reys aybay sonu. Menimcha bardigi o'shliqlar kutib atqanda o'sha reysni. Вообще-то men aybay suyunib razımında o'shondoy shunchalik o'nigib atamiz. O'shol reys ochildi. Сразу chiqib ele сразу ko'lga tushamiz-da, jirg'alda bizdekilar. Fuqarolar mazkur qatnam ochilganidan xursand bo'lib turgan vaqtida Issiqko'ldagi Qirg'iz dengiz oromgohi O'sh shahrida vakilligini ochdi. 50 yildan beri dam olish uchun kelganlarga xizmat ko'rsatib kelayotgan oromgoh xodimlari endi mamlakatning barcha hududlarida yashovchilarga ma'lumot berishmoqda. Jo'nada kelib ko'lga tushib olib ketsam, biz boyagi bir tur paket uyushtirgan harakat qilyapmiz. Kelib densolig'ini chingab, ko'lga tushib, o'shonday ele Issiqko'ldagi tarixiy yerlarni borib ko'rib, jaratilishni ko'rib, Issiqko'l bilan tanishib ketganga o'sha tushlik kelgasini shunday ochdik-da. Qirg'iz dengiz oromgohi bir vaqtda 800 ga yaqin kishini qabul qiladi. U yerda jami 300 ga yaqin xodim kelgan mehmonlarga xizmat ko'rsatadi. Dam olish bilan birga sog'liqni qayta tiklash uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Buning uchun tibbiy xodimlar ham ish olib borishadi. Qirg'iz dengizining darlov bo'limi bizde только minerallik suvlar bilan, minerallik batqaqlar bilan jana жаңа fiziapparatурда bilan birden dori berilmaydi, ukol sayılmaydi. Чисто qaraganda o'rtatma fiziki faktorlar bilan daralanadi. Qirg'iz dengiz vakillari bu kabi ma'lumotlarni berish ishlarini boshqa oblaslarda ham olib borishmoqchi. Oromgohga boruvchilar O'sh tomchi qatnam bilan borishi mumkin. Uchoqlar bilan oz muddat ichida Issiqko'lga borish sharoiti tuzilgan. Mutaxassislar bu sayyohlarning ko'payishiga imkon yaratadi deb ta'kidlashadi. Turistlerden bizga kelishinin soni dag'i ko'payotili. Ekonomikamizni o'sishini dag'i. O'zimiz yo'lda uzoq vaqt transport qiynalib ketgandan ko'ra buyog'idaги ыңгайлы bo'ladi. Qatnam chipta narxi 2600 so'mni tashkil qiladi. O'sh tomchi havo qatnami haftasiga 2 marotaba juma hamda yakshanba kunlari uchadi. O'sh shahrida osh festivali bo'lib o'tdi. Tanlovda shahardagi turli xizmat xodimlari ishtirok etib, osh tayyorlash bo'yicha bellashishdi. Taom tayyorlash tadbiri umummanfaatlarni izlash tashkiloti tomonidan uyushtirilgan. Maqsadi turli xizmat xodimlari orasidagi muomalani yaxshilash bo'lib hisoblanadi. Osh festivalida Intimakning xodimlari ham ishtirok etib, faxrli o'rinni egallashdi. Osh tayyorlash tanloviga 5 guruh ishtirok etdi. Har bir guruhda din vakillari, ommaviy axborot vosita xizmatining xodimlari va yoshlardan tashkil topgan. Tanlovning sharti bo'yicha turli xizmat xodimlaridan tashkil topgan jamoa birgalikda mazali oshni tayyorlash kerak edi. Birinchi navbatda har bir jamoaga taomga kerakli bo'lgan masalliqlar birday bo'lib berildi. Imkon qadar oshga sariq sabzi olgan yaxshi, sababiki sariq sabzida vitaminlar juda ham ko'p bo'ladi. Hozirda biz 3 kilo guruchga 3 kilo sabzini archyapmiz, 3 kilo go'sht qo'shyapmiz. Faqat dumba yo'q ekan,
oq yoqdan ham eplab qo'yaveramiz. Farhod Matqasimov festivalga Intimaq teleradiokompaniyasining kompaniyasining nomidan ishtirok etdi. Bu vaqtgacha u o'zi yolg'iz taom tayyorlab yurgan ishtirokchi jamoa bilan birga ish olib borish yengil va qiziqarli bo'lishini ta'kidladi. Ko'pchilik qilgan ovqat shirin bo'ladi ham deyishadi. Ko'ryapsiz, qanchadan qancha insonlar hozirda hammasi osh tayyorlashga urinishyapti. Iftorlikka ishonchim komil, bugungi hakam hay'ati a'zolariga hamjihatlikda qilingan osh ma'qul keladi deb umid qilamiz. Oshimiz shamlab qolmaydi deb o'ylaymiz. Turli millat vakillaridan tashkil topgan jamoalar birdamlikda ish boshlashdi. G'olib bo'lish uchun har ishtirokchi o'z tajribalari bilan bo'lishdi va mazali taom tayyorlashga intilishdi. Eng yaxshi bozordagi bo'lingan brigadadagi bozor qizlar keldilar, bardigi yaxshi. To'ydagi produktlar olsun, bardigi жетет. Rahmat. Shunga uyushtirdilar. Komandamizмен birgelikte bu ашты, дамды жана бул жерде катышуучуларга жагымдуу кылып жасаганга аракет кылып жатабыз. Азыр биз аш жасоонун үстүндөбүз. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda din vakillari, ommaviy axborot vosita xodimlari, kuch tizimlari boshqa ish olib borishadi. Festival esa ularni birdamlikka, do'stlikka chorlash maqsadida tashkil qilingan. Мы являемся миротворческой организацией. Наша основной миссией является трансформация конфликтов и разрешение конфликтов, которые возникают в данном проекте на почве, может быть, каких-то радикальных или экстремистских течений. Festivalning yakunida 5 qozonda tayyorlangan oshni tatib ko'rib, ularga baho berish hakamlar uchun qiyinchilik yaratdi. Chunki har bir tayyorlangan taom o'ziga xos ta'mga ega edi. Shu sabab barcha jamoalarga qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Umumiy manfaatlarni izlash tashkiloti tomonidan uyushtirilgan festival davlatning boshqa hududlarida ham tashkil qilinishi rejalashtirilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Keyingi yakshanba nazar orqali nazarlashguncha omon bo'ling.